Netflix seriali. Bosh-oyoq o'yini. 9-bo'lik. Bir baxtli kun. 218 ham 456-o'yinchi. So'nggi o'yinga xush keldingiz. Kim hujumchi, kim yo'qlovchi bo'lganini belgilash uchun jaraba o'tashaqmiz. So'ylag'iz, ish pishmoq yoki dur pishmoq. Ish pishmoq. Ish pishmoq chiqdi. So'ylag'iz, hujum yoki yo'qlov. Hujum. 456-hujumchi, 218-o'yinchi yo'qlovchi bo'lashaq. Oltinchi ham so'nggi o'yin bosh-oyoq o'yini deb ataladi. Bosh-oyoq o'yini? Seyir otaman. Bu Koreyada bolalar o'yini. Amerikani yosh o'ynaydilar. Bosh-oyoq o'yini qoidalari bilan tanishib ketamiz. Birinchidan, jingli uchun hujumchi bosh-oyoq ichidan o'tib kirib, yo'qlovchidan qochib, bosh-oyoqning boshini bosarga tegish. Ikkinchi, yo'qlovchi jingli uchun hujumchiga bosh-oyoq ichine kirarga qumashovlarga tegish. Uchinchi, agar birinchi sabab orqasida birarigiz o'yinni davom eta olmasa, oyoqda bosib turgan o'yinchi jingashak. Kechaganda o'yinni davom eta olmasa, anlatыңыз әлі. Ya'ni bu o'yinchi o'lgan bo'lsa, haydagiz o'yinni boshlab jibaring.